imorat, uy, yashash joyi, maskan. Dang'illatib uyni qurib qo'ygan. Hashamatli uy. Tashqaridan qaraganda bironta bir nuqson yo'q. Tashqi ko'rinishi zo'r, ammo uyning ichida hech qanday qulaylik yo'q. Issiq suv, sovuq suv yo'q. Idishda ham, kirda ham chillada eshik olib chiqib yuvadi. Keyin pochkas ketadi qizlarimizni, ayollarimizni, kelinlarimizni. Ha desa, shu kir yuyadi. Va o'g'il bola uyda ustiga pul sarflamasdan hashamaga. Subhanalloh, hozircha million qilib turib chiqib ketibdi. Bir yil remont qilib tursangiz, keyingi yangisi chiqyapti. Ustiga emas birodarlar, ichiga sarflaylik. Bormi? Ustiga choplayotgan pul ichiga qilaylik. Issiq sovuq suv qilib beraylik. Bolalarni yuvinishiga bir issiq hammom qilib beraylik. Minimal sharoit qilib beraylik. Bu biz yelkamizdagi vazifamiz birodarlar, burchimiz.